Forex brokerlarini qimorlik da'vosi borligiga bundan ortiq yana qanaqa sizlarga dalil kerak? Hozir XM brokerini tekshiramiz, sizlar ham guvoh bo'linglar. Portallar XM brokeri hozir sizlarga bitta super narsa ko'rsataman, e'tibor berib turasizlar. Mana bu XMni eng ofitsialniy sayti O'zbekistonda ishlaydigan, mana xmweb.info o'zi mana shunda ro'yxatda o'tsanglar kerak. Men bu yerda endi o'zbekcha qilib oldim man tilini. Sizlar ham tushunishinglar uchun bu yerda risklardan hammalarni ogohlantirish beryapti. Eng asosiysi chuqurroq research qilamiz, oxirigacha kuzatinglar. Mana shuni qimorlik da'vosini 100% ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar, cheklangan hududlari biz Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Isroil va Eron Islom Respublikasining va boshqa sanksiyalar ostidagi davlatlar fuqarolariga xizmat ko'rsatmaymiz. Qiziq savol. Xo'p, Amerika urush qilayotgandir, Eron urush qilayotgandir va Isroil, Kanadani nima daxli bor ekan? Eng qiziq narsa aytaman sizlarga. Bu moliyaviy iqtisodiyoti yaxshi bo'lgan mamlakatlar-ku. Nimaga bularga XM xizmat ko'rsatmaydi? Mana shu qiziq savol. Birinchisi shu. Ikkinchidan riskdan ogohlantirish beryapti sizlarga. Kapitalingiz risk ostida, kredit yordamiga ega mahsulotlar hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin deb riskdan ogohlantirish beryapti sizlarga. Undan ham bir dahshat narsasi bor buni. Shartlar va qoidalar degan joyi mana shuni ustiga bossanglar, mana bunaqa fayl ochiladi. Mana shunaqa fayl oldim mana. Mana shu XM ga tegishli mana client agreement. Agar tarjimasini tushunmasanglar, sizlar uchun mana bu shartnoma bu. Translate section qilib beraman. Mana e'tibor bersanglar, mijoz shartnomasi, shartlar va qoidalar deb yozib qo'ygan. Pastiga tushsanglar, bitta zo'r joyini topib qo'ydim sizlar uchun. XM da hamma narsa contract for difference, ya'ni CFD orqali amalga oshirilar ekan. İşte 14-banddami degan, hozir shu yerda topdim-man. E'tibor berasizlar, vot. CFD contract or CFDs deb yozib qo'ygan. Mana shuni ham masalan sizlarga tarjima qilib beraman, e'tibor berib turinglar. Tak. Ushbu shartnomada ishlatilganda agar kontekst boshqacha talab qilinmasa CFD shartnomasi deb yozibdi yoki CFDlar tegishli asosli qimmatli qog'oz yoki indeks narxining o'zgarishiga nisbat farqlar shartnomasi bo'lgan shartnomani anglatadi. CFDlarda savdo qilish asosiy birja vositasi, masalan aksiya, valyuta yoki futures narxining natijasi bo'yicha savdo qilishdir. O'zi bilan emas. Bunda bunday savdo tan olingan yoki tartibga solingan birjada amalga oshirilmaydi. CFDlar savdo qilish, yetkazib berishga bog'liq emas. Tushundinglarmi? Mana nimada savdo qilayotganinglarni o'zingizlar bilib oldinglarmi? Endi bitta super narsa beraman sizlarga. Eng yakuniy anaqasi deydi, setupla deydi-yu. Buning uchun nima qilamiz qaranglar. Bizni yevropaliklardan farqimiz bor. Ular aqlliroq, biz aqlsizroqmizda. Bizda ilmimiz yo'qligi tufayli bular bizdan katta foyda qilishyapti. Buni ogohlantirish deb bilinglar. Men sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. E'tibor beringlar. Men hozir Amsterdamni VPN yoqaman. Mana Yevropa hududi Amsterdam, mana VPN yoqdim. Mana bu yerga e'tibor berasizlar. xm.com deb yozaman. Ofitsialniy sayt, XMning ofitsialniy sayti mana xm.com deb yozdim. Tak, hozir 1 daqiqa. VPNimiz ishlab olish kerak. O'z mana kirib olyapmiz, xudo xolasa. Mana VPN mana. Mana o'sha VPN orqali men XMning ofitsialniy saytiga kirdim. Mana Gold, Coffee hammasi bor, mana e'tibor beringlar. Hamma narsa bor, o't e'tibor bersanglar bo'ladi. Eng pastiga tushsanglar, e'tibor bersanglar bo'ladi. CFDs are complex instrument and they come with high risk of losing money repair due to leverage. Ya'ni CFDlar orqali leverage yordamida, plicholar yordamida savdo qilishlik eng katta risk. O'sha narsani aytyapti. Mana bu yerda e'tibor beringlar. Eng katta e'tibor beradigan narsalar mana. Mana shu nuqta mana. 74.3% of retail investor account lose money when trading CFDs with this provider. O'zi CFD bilan savdo qilishini ko'rsatdim sizlarga. Bu bilan XM provideri orqali savdo qiladigan retail investor, ya'ni traderlar, retail o'zi trade qiladigan, invest qiladigan traderlar 74% pulini yutqazar ekan mana shu provider orqali, XM provider orqali. Yevropaning qonunchiligi bor. Eslab o'tinglar. Yevropaning qonunchiligi bor. Ushbu qanaqadir provider chiqsa, investitsion приложение chiqsa, unga foydalanish uchun u ommani ogoh qilib qo'yish kerak. O'shuning uchun yevropaliklar hech qaysi bilan XMlar ro'yxatga o'tishmaydi, chunki aql ishlatgan odam 74% yutqazishini bilgan odam 74% puli yo'qotar ekan erta. Bu degani 4 ta odam bo'lsa, bittasi ham zo'rg'a bittasi yutishi mumkin, qolgan 3 tasi aniq yutqazadi deganida. Buni XMda savdo qiladigan trader tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Keyingi broker qaysi bo'lsin tekshirib berishga, pastda
kommentariyada yozib qoldirsanglar, tekshirib beraman. O'rtoqlar, mana Exynos deb qidirib oldik va ushbu oyna bizga ochildi. Ushbu oynaga kirganimizda bizga mana bunaqa rasmiy sayt chiqib keldi, exynos.com. Men endi o'zbekcha qilib oldim. Har xil tili bor ekan, men o'zbek tilini tanlab oldim. Hamma narsa bizga tushunarli bo'lishligi uchun albatta. Endi men bitta narsa aytaman-da, ana Exynos ishlayotgan, kar qilayotganlar hozir sizlarga bitta ajoyib narsalar ko'rsataman. Mana bu yerga e'tibor bersanglar, bozorlar deyapti-da. Bozorlar deganda Forex CFD, xomashyo CFD, aksiyalar CFD, indekslar CFD, даже kriptovalyutalar ham undan ko'ra haqiqiy bozordan sotib olinglar kriptovalyutani. Agar kripto bilan shug'ullanishni xohlasanglar ham, endi kriptovalyuta bilan ham shug'ullanish to'g'ri emas aslida. Hammasi CFD bo'lib yotibdi. Hammasi ana MetaTrader bilan aloqador. Yana bitta sirni ochaman sizlarga, forexchilar. Qaysi broker MetaTrader bilan ishlasa, bilinglarki o'sha laxa turing, 100%. O'shaning uchun umuman men maslahat bermayman, что eng oson tekshirish yo'li bitta MetaTrader bilan ishlashligida. Endi pastga tushamiz, mana har xil joylardan eng asosiysi mana birinchi Seychelles orollaridan ro'yxatdan o'tgan ekan. Seychelles orollari qayerdagi bir offshore zonalar. Britaniyaning Virginia orollaridan ham nimaga Britaniyaning o'zidan o'tmaydi, nimaga uni orollaridan o'tadi, men shunga tushunmayman. Litsenziyasida ham o'zi crashlar bor, ko'ryapsizlarmi? Endi bitta asosiy narsa aytaman sizlarga, mana boom degan joy. Risk haqida ogohlantirish. Bizning xizmatlarimiz birjadan tashqarida savdo qilinadigan murakkab derivativ mahsulotlariga tegishli. Mana nima bu ahvol bu? Bizning xizmatlarimiz mana. Ya'ni birjaga chiqadi, jahon moliya bozori, bu Forexsan nima deyapsan, bir narsalar deydiganlar, qani haterlar, nima bu ahvol bu? Birjadan nima deysizlar mana shunga, qani kim nima deb ayta oladi? Mana kommentariyada yozib ketinglar nima deyishinglarni. Bizning xizmatlarimiz birjadan tashqarida savdo qilinadigan murakkab derivativ, birjadan tashqarida. Birjaga umuman aloqalari yo'q, bilib olinglar shuni. Kim Exynosda ishlasa 100% mana o'zi rasmiy saytida, mana rasmiy saytida o'zini risk haqida ogohlantirish qilib belgilab qo'ygan sharti bu. Kim shu joyini o'qib ko'rgan? Qani? Buni albatta Exynosda ishlaydigan tanishinglarga jo'natinglar, maylimi? Keyin mana bu mahsulotlar kredit yelkasi sababli, ya'ni plichoyilar sababli katta pul yo'qotish xavfini o'z ichiga oladi. Faqat o'zi katta pul yo'qotar ekansizlar. Nima qilasizlar mana shunaqa joyda ishlab? Men tushunmayman. Ya'ni sizlarga ochiq ko'rsatib qo'yilgan manbaga qarab turib, "Yo'q, bu bunaqa emas, men shunda ishlashda davom etaman, pul topyapman" deyishda davom etasizlar. Bundan bir 10 ta odam kirsa, ikkita yo bittasi pul topadi bo'ldi, boshqa hech kim, hammasi pul yo'qotadi. O'tgan XM haqida chiqargan videoyimda ham ayni shu pul yo'qotayotganlar, men faqat pul yo'qotdim deydiganlar ko'pchiligi meni lichkamga yozishdi. Hech qanday holatda e'tibor beringlar. Hech qanday holatda Exynos har qanday shaxs yoki tashkilot investitsiya faoliyati tufayli yuzaga kelgan har qanday yo'qotish mana shu joyi zo'r ekan. Har qanday yo'qotish yoki zarar uchun butunlay yoki qisman javobgar bo'lmaydi. Voy, mana shu joyini yeb qo'ydi mana. Umuman javobgar emas ekan. Hech qanday pul yo'qotsanglar bo'ldi, qaytarib bermaydigan. Exynos sizlarni uxlatar ekan, qarochi. Endi mayli, zo'r deylik, Exynoslar вообще dahshat deylik mana. Pastiga qaraymiz mana. Yuqoridagi tashkilotlar mana shu Exynosni nazarda tutyapti. Exynos endi biz anomizda biz avliyomiz, bular dub mana AQSh, Eron, mayli ular urush bo'lyapti deylik. Shimoliy Koreya masalan, u mayli qanaqadir hududlar. Yevropachi, Buyuk Britaniyachi. Yevropa, Buyuk Britaniya bularning iqtisodiyoti yaxshi-da bo'ladi biznikiga nisbatan. Buni tan olishimiz kerak. Bu ochiq ma'lumot, ochiq manba bu. Lekin shu mamlakatlarga bu xizmat ko'rsatmas ekan. Qarangga, yo biz qip-qizil dubmiz, yo ular qip-qizil dub. Bular bizdan kelib foydalanib ketishadi xolos. Tushunarlimi? Ushbu veb-saytdagi ma'lumotlar investitsiya bo'yicha maslahat, tavsiya yoki investitsiya faoliyatiga jalb qilish taklifini anglatmaydi. Sizlarni mana shu anglatmasligi kerak-da. Mana shu narsalarni o'qiganinglardan keyin 100% anglamasligingiz kerak-da. Tushunarlimi o'rtoqlar? Mana shunaqa narsalarni bilib olinglar. Bu Exynos haqidagi to'liq batafsil ma'lumot edi. Mana shu joyini o'qib ko'rsanglar, o'zi hamma guvoh bo'ladi. Nima bo'lyapti bu yerda? Kim qanaqa holat bu? Nimaga Exynosdan foydalanib bo'lmaydi? Mana hamma narsasi CFD ekan. Video cho'zilib ketgan bo'lsa uzr so'rayman. Ushbu ma'lumotlarning barchasini Exynos ishlab yurgan, nima desa bo'ladi? Kuyayotgan va pullarini yo'qotayotgan bir tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Keyin buni bitta sirini ochib ketaman. Bu bilan partnyor ishlaydiganlar bor. Referalkalar orqali daromad qiladiganlar. Har bir referaldan olingan daromad, o'rtoqlar, u kuyayotganlarning hisobidan olinayotgan daromad bo'ladi.
Sizlarni kim Exynos'ga jalb qilayotgan bo'lsa, "Men Exynos man kelinglar, sizlar ham Exynos'ga, men bu link orqali ro'yxatga o'tinglar" desa, bilinglarki, u sizlarni yutqazishinglardan umidvor va o'sha sizlarni yutqazishinglarning oqibatidan daromad ko'radi. Buni Exynos'da ishlatmoqchi bo'lgan ustozinglarga ham jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Tak o'rtoqlar, gaplashadigan mavzuyimiz RoboForex va men ushbu RoboForexni ofitsialniy O'zbekistonda ochiladigan sayti bilan demak tanishib chiqyapman. Tanishib chiqdim ham deyarli. Mana startroboforexpro.com .uz .pro qanaqadir o'zi bor ekan. Bitta o'zbek tili ham bor ekan, ruscha ham, ingliz tili ham bor ekan, hamma narsa bor ekan. Endi o'zbek tilining o'zini foydalanib qo'ya qoldim. Bular endi O'zbekiston bizga katta foyda keltiryapti. Biz endi ular uchun yaxshigina imkoniyat o'zbek tilini qilmasak bo'lmaydi deyishganda, o'shaning uchun o'zbek tilini qilib qo'yishgan aslida. Ofitsialniy sizlarga bitta narsa hozir ko'rsataman. Hamma joy bilan solishtirishinglar uchun, aniq bir решение olishinglar uchun qimorlik da'vosini 100% ko'rsatib beradigan yana bitta omillardan bittasini ko'rsataman. Agar qaysiki broker sizlarga eng kamida 1 ga 100 dan boshlab u tepaga qarab ketaversa, bu aniq qimor bo'ladi. Ya'ni sizlarga mana leverage nazarda tutilyapti. Plicho, yelka, kredit yelkasi deb ataladi. O'zbek tilidagi lug'atdagi ma'nosi kredit yelkasi. E'tiborga olinglar mana shu narsani. Kredit deyapti. Sizlar qarz ola olasizlar. Qarz olganinglarda buni qarzini holbuki xuddi bu sizlarga o'zi qarz berib o'zidan pul yechib olayotgandek, o'zidan pul soqit qilayotgandek, sizga katta imkoniyatlar yaratib berayotgandek ko'rinadi-yu, lekin har bitta spread uchun, e'tibor beringlar. Spread uchun sizlarning hisobingizdan pul olib qoladi. Bu lug'atdagi aniq bir ma'nosi riboga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ya'ni leverage bilan ishlash. Ayni har qanday brokerning qimorlik da'vosi unda leverage hisobining borligidan dalolat beradi. Buni moshennik ekanligini yana bitta da'vosini ko'rsatib beraman sizlarga. Moshennik deganda bu o'zimizning lug'aviy tushunchamiz. Moshenniklar bizdan ko'proq pul undirib oladigan qiymat nazarda tutilyapti. Bular bizdan ko'proq pul undirib olish uchun bizga shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb tushunsak bo'ladi. Tushunarlimi? Amerikan masalan sotsial saytda qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Amerikaning Security Exchange belgilab qo'ygan pul yuvilishligini oldini olish uchun ayni o'zini mamlakatidagi brokerlarning faoliyatida ularni maksimum leverage qiymatini taqiqlab qo'ygan, ya'ni qiymatini chegaralab qo'ygan. Bu qanaqa desa, ularda maksimum 1 ga 40 hisoblanadi. 1 ga 20, 1 ga 40 maksimum leverage. Tushuntira oldimmi? Endi bular sizlarga taklif qilayotganini qaranglar. Eng oddiysi ham mana Prime degani ham 1 ga 300 ekan. Premium shartlar bilan mana 1 ga 500 bor ekan. Air Stock Trader degan. Pro'si bor ekan, 1 ga 2000 ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bu nima degan gap bu? Nima bu o'rtoqlar? Tushuntira oldimmi sizlarga nimaligini? Bu yerdagi muammolar juda chuqur va yuqori hisoblanadi. 1 ga 2000 degani sizdan deyarli hamma pulni yechib olyapti degani. Siz hech qanaqa bu yerda foyda qilmaysiz. Kattaroq foyda qilib olsangiz kerak bo'lsa, tak sizga pulingizni ham yechib bermaydigan holat yuzaga kelib qoladi. Tushuntira oldimmi? Даже mana bonusiga o'ylaymi. Sizga bonus beryapti ekan. Endi bonus mayli. Gapirmasa ham bo'laveradi. Ya'ni chegarani tushundinglar, leverage 1 ga 300 bo'lsa, mana shu yerdan уже toy yorsa bo'lar ekan. Уже сразу tushunsa bo'lar ekan, что bu bizdan ko'proq pul undirib olish uchun demak xizmat ko'rsatar ekan bizga. Bu yerda MetaTrader 4, MetaTrader 5 mi bo'ldi, fisha tushunaverish kerak. Hammasi o'rtoqlar sizlardan pul yechib olish uchun harakat qilinadi. Endi eng muhim narsa hamma brokerda sanab o'tyapmiz. Hammasida bor bo'lgan narsa eng pastga tushasizlar. Undan tashqari mana bu yerda e'tibor bersanglar bo'ladi. Hammasi qimmatbaho metallar bo'yicha CFD mana. Sizlarni olayotgan oltininglar men how USD savdo qilaman deydi ko'pchiligi. How USD ni hammasi analiz qiladi do'stcha. Hammasi CFD, contract for difference. O'rtoqlar, mana ovozimga boshqa narsaga e'tibor beringlar. Men sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Sizlarni mana shu yo'ldan chiqib ketishinglarni istayman. Bu yerda ishlamanglar, iltimos. Agar qilmoqchi bo'lsanglar ham, haqiqatda qilish istasanglar ham Amerikaning o'zida fond birjasida yoki O'zbekistonning o'zida fond birjasida savdo qilinglar. Hozir imkoniyatlar juda ham ko'p. Yaxshi imkoniyatlar bor. O'zbekiston fond birjasida ham 100% lik daromadlar ko'rayotganlar bor. Oyiga 100% daromad ko'rayotganlar bor. Va eng muhimi bu narsa soliqdan fori. Bizda o'sha qonuniyat bor, soliq cheklovlari olib tashlangan. O'zbekiston fond birjasida olingan har qanday daromaddan sizga soliq olmaydi, sizdan soliq olmaydi. 1% ham, 12% ham hech qanaqa. Agar ras kattaroq pul bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, Amerika fond bozori. Kattaroq deganda, kattaroq daromad qilishni istasanglar. Bu bilan $100 bilan ham kirsa bo'ladi. Men o'zimnikini reklama qilmoqchi emasman. Xohlasanglar, meni вообще unutib olinglar, meni blokka tiqtashlasalar ham roziman. Men iltimos qiladigan narsa. Как положено trading bilan shug'ullanmoqchimisiz? Adolatli, sizga savdoni ta'minlab beradigan yo'lda ishlang, iltimos. Tushundingizmi? Mana bunaqa CFD qanaqadir narsalarga aralashib yurmanglar. Bularning hammasi derivativ hisoblanadi. Sizga hech qanaqa, ya'ni haqiqiy egalik bermaydi. Demak, bir dunyo narsalar yozib qo'ygan. Endi eng muhim narsa, eng kerak va eng muhim narsa mana bu yerda mana. CFD kabi kredit yelkani qo'llash bilan instrumentlar bilan savdo qilish xavfning yuqori darajasi bilan bog'langan hisoblanadi. Ya'ni siz haqiqatda katta xavf bilan savdo qilasiz deyapti. Retail investorlarning, ya'ni traderlarni nazarda tutyapti, ya'ni sizlarni nazarda tutyapti. Mana shu RoboForex provider orqali qaranglar. Retail investorlarning 75-85%,
hisoblari ushbu provayder, ya'ni RoboForex provayder bilan CFD savdolarni amalga oshirib, mablag'larni yo'qotadi. Bundan ortiq sizlarga qanaqa dalil kerak o'rtoqlar? Men tushunmayapman. Bundan ortiq sizlarga yana qanaqa dalil kerak? 75% deyapti. Bu nima degan gap? Bu har 4 ta odamdan 3 tasi aniq pulni yo'qotadi, bo'ldi deyapti. Eng muhim nuqtasi mana, e'tiborga olinadigan nuqtasi. Mana shu yerda yozib qo'ygan. Mazkur veb-saytdagi reklama materiallari Buyuk Britaniya aholisi uchun mo'ljallanmagan mana. Mazkur veb-saytdagi reklama materiali. Mazkur veb-saytdagi reklama materiallari Buyuk Britaniya aholisi uchun mo'ljallanmagan. RoboForex Ltd reklama materiallari Malayziya rezidenti uchun mo'ljallanmagan. Shuncha, reklamalar hech qaysi o'sha fuqarolarga mo'ljallanmagan ekan. Keyin mana RoboForex Ltd va uning hamkorlari qaylar? RoboForex Ltd va uning hamkorlari AQSh, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Bonaire, Braziliya, Kyusara, Sharqiy Timor, Indoneziya, Eron, Liberiya, Saypan, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Sint Yuzus degan bilmagan qanaqa davlat bu. Mana shu mamlakatlarni, mana shu Janubiy Sudan kabi mamlakatlarning muvofiq cheklovlarga ega bo'lgan boshqa mamlakat hududlarida ishlamaydi ekan. RoboForex Ltd ishlamaydi ekan. Uning hamkorlari ham ishlamaydi ekan. RoboForex ofitsialnisi ham ishlamaydi ekan. Ya'ni O'zbekiston ajralib turadi-da. O'zbekiston boshqacha mamlakat, hamma mamlakatlardan ustuvor mamlakat. Ya'ni ular shundayki moliyaviy erkinlik shunaqa chiqishni istab turibdi. RoboForex shunaqa insonlarga yordam bergisi kelib O'zbekistonni tanlab olgan. Bundan ortiq xulosa yo'q. Buni yuqorida aytganimdek, Forexda ishlab yurgan любой tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.